Migrantlarni Rossiyadan chiqarib yuborish uchun asoslar soni 2 baravarga oshirildi. Assalomu alaykum, Dunyo News 24 kanali. Bugungi so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Migrantlarni Rossiyadan chiqarib yuborish uchun asoslar soni 2 baravar oshirildi. Chiqarib yuborish uchun yangi asoslar ro'yxatiga jamoat tartibini buzish, xizmat vazifasini bajarish chog'ida politsiya va Rosgvardiya xodimlarining talablariga bo'ysunmaslik kabi harakatlar kiritildi. Rossiya Davlat Dumasi Kengashi kelgusi haftada chet el fuqarolarini Rossiyadan chiqarib yuborish asoslarini kengaytirishga qaratilgan qonun loyihasini ko'rib chiqdi, dedi Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin. Qonun loyihasi bilan migrantlarni Rossiyadan chiqarib yuborish uchun asoslar soni 2 baravarga oshirish reja qilinmoqda. Chiqarib yuborish uchun yangi asoslar ro'yxatiga jamoat tartibini buzish, xizmat vazifasini bajarish chog'ida politsiya va Rosgvardiya xodimlarining talablariga bo'ysunmaslik, shuningdek, hayotni ta'minlash obyektlari va transport infratuzilmalariga ishiga to'sqinlik qiluvchi harakatlar kiritildi. Qo'shimcha asoslar orasida internetda inson qadr-qimmatini kamsituvchi materiallarni tarqatish, shuningdek, Rossiya qurolli kuchlarini obro'sizlantirish sifatida baholanadigan ommaviy harakatlar yoki Rossiya, uning fuqarolari yoki kompaniyalariga qarshi sanksiyalar joriy etish yoki ularni uzaytirishga chaqiriqlar mavjud. Bir qator huquqbuzarliklarni uchun chiqarib yuborishdan tashqari qonun loyihasi jarimalari ham nazarda tutiladi. Ularning miqdorini oshirish taklif qilinmoqda. Amaldagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda xorijliklarning 22 ta modda, xususan giyohvand moddalar savdosi, pedofiliya va jinsni o'zgartirishni targ'ib qilish, shuningdek, immigratsiya qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy tarzda chiqarib yuborish nazarda tutilgan edi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda Rossiya qonunchiligini buzganligi sababli 72 ming chet el fuqarosi mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Hukumat avvalroq Davlat Dumasiga mehnat migrantlarini mamlakatda qolish huquqini saqlab qolish uchun yashash minimumidan kam bo'lmagan daromadni tasdiqlashni talab qiluvchi qonun loyihasini kiritgan edi va u hali hamon ko'rib chiqilmoqda. So'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling, videoga like bosishni unutmang. Sizning bu haqida fikringiz qanday? Kommentariyada yozib qoldiring.